Yaqinda o'zi Botir Qodirov bilan mojarolaring ketdi, ana ketdi, mana ketdi, oxiri nima bo'lar ekan desa kutdik. Endi o'shanda quloqimiz tinchsa, endi Sardor Mamadaliyevning ustidan jali baqib chiqib, sizlardan so'raydi-da odam, jon aka. Yetar, tirikchilik mana shu ishtirokdan bo'lib qolganmisizlar-ku? Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlarga bir yigit video murojaat yo'lladi. O'zi 200 dollarga chiqadigan san'atkorga 130 million shtraf yozdirib, tirikchilik shundanmi-ki? Bunga sabab ayrim san'atkorlar, jumladan Sardor Mamadaliyev marhum Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini kuylagani uchun mualliflik huquqi asosida jarimaga tortilayotgani bo'ldi. Sherali Jo'rayev ko'rmisham bandaman qo'shiqlarini Chotki TV'dagi Abduvosita aka shu ijodkorlar tomonidan iltimos qilishgani uchun men intervyuda ijro qilgandim va 1 soat ham turmadi, ular oldirib tashlashdi, lekin hozir Adliya vazirligidan chaqirib ishimni sudga oshibdi shu ashulalarni ijro qilganim uchun. Yigit o'z murojaatida Jo'rayev aka-ukalarga savol bilan yuzlandi. Ustozning qo'shiqlarini kuylaganlar faqat jarima to'lashi kerakmi? Sizlar faqat jarimalar orqali daromad topmoqchimisizlar deya o'z fikrini bildirdi. 80 million, 100 million shu tirikchiliklaring mana shu ishtirokdan bo'lib qolganmi sizlarni? Uning aytishicha, ko'pchilik san'atkorlar bu qo'shiqlarni pul uchun emas, balki ustozga bo'lgan hurmat va muhabbat sabab kuylashadi. Shu bois u bu masalaga biroz boshqacha yondashish kerakligini ta'kidladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shohjahon Jo'rayev, Zohirshoh Jo'rayev, bu video murojaatim sizlarga. Aka, meni hech kimga yaxshi ko'rinish plasma o'tirib qilishga boshqa qilish niyatim yo'q. Sizni Zeyboni aytib chiqqan paytlari, Zohir aka, dadani aytib chiqqan paytlari, mana shuncha telefonda aka quloqimga tutib, so'zlarni bitta-bitta yodlab, sizlarning dashtalaringizni eshitib katta bo'lgandim. Shuning uchun sizlarga aka bir inson sifatida murojaat qilib chiqyapman aka. Bo'ldi-da endi aka. Bo'ldi-da, yetar endi shuncha bo'lgan akalar. Ulug' ayyom kunlarda kimdir oldilarga tezroq yugurib o'tib ketsa ham Adliya vazirligi, kimdir balandroq ovozda ashula aytib olsa ham avtorskiy prava bo'lmaydi endi aka. Tirikchiliklaring shundan bo'lib qolganmi aka? Tirikchilik shumi shu bitta bola ustoz rahmatlini bir ikki qator ashulasini havas qilib aytib qo'yib qo'ysiz 80 million, 100 million shu tirikchiliklaring mana shu ishtirokdan bo'lib qolganmi aka sizlarni? Hamma taraflama mukammal insonsizlar aka. Sizlarga kerak emas u hech narsa jon aka. Odamlar sizdan, Shohjahon Jo'rayev sizdan, Zohirshoh Jo'rayev sizdan, Botir Qodirov, Sardor Mamadaliyev shu sizlardan so'raydi odamlar ashularni. Shu Sherali Jo'rayev ashulasi deganda shu ovozi yaxshi, haligi mukammal san'atkorlar deganda mana sizlar kelasizlar odamlarning xayoliga akalar. Hamma ham sizni yo Zohirshoh Jo'rayevni 4000-5000 dollarga to'yga chaqirolmaydi aka. Oddiy misol mahalliy yaxshi aytadigan san'atkorlarga Sherali Jo'rayev ashularini aytib bergan deydi aka. Kim ashulani aytsa, yoza olsa bo'lmaydi-yu jon aka. Sizdan nima ketdi? Ulug' ayyom kunlarda aka. Yaqinda o'zi Botir Qodirov bilan mojarolaring ketdi, ana ketdi, mana ketdi, oxiri nima bo'lar ekan desa kutdik. Endi o'shanda quloqimiz tinchsa, endi Sardor Mamadaliyevning ustidan jali baqib chiqib, sizlardan so'raydi-da odam, jon aka. Yetar, tirikchilik mana shu ishtirokdan bo'lib qolganmisizlar-ku? Shu Sardor Mamadaliyevdan 100 million shtraf yozdirib, Botir Qodirovga 100 million shtraf yozdirib, yolg'izdan qaysidir bittalik o'zi 200 dollarga chiqadigan bitta san'atkorga 130 million shtraf yozdirib, tirikchilik shundanmi-ki? Bo'lmasam san'atni yashirib tashlayvering, bo'lmasa faqat shu bilan ish olishinglar bo'lmasam aka. Unaqa bilan bo'lmaydi-yu jon aka. Sizlarni hurmat qilamiz, hamma hurmat qilamiz. Ustoz rahmatli joylarda tinch yotsin jon aka. Biz yaxshi ko'ramiz ustoz. Men o'zim 25-26 yoshli bola bo'lsam ham ustoz meni bobomdan ham bobom tengi insonlar, lekin o'sha inson ashulalarni eshitib, kichkinaligimizdan san'atkorlikdan musiqa maktabda shular eshitib katta bo'lganmiz biz aka. Odamlar xohlaydi. Gapim noto'g'ri bo'lsa, ulug' ayyom kunlarda hech kimga yomon ko'rinish niyatim yo'q aka. Mana
xalq ham aytsin o'zini fikrini, men bir og'iz birorta bir noto'g'ri fikr aytayotgan bo'lsam.